Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz muxlislari. Bizda yana bir sayohat travel video va bu safar biz Xiva xonligiga uchamiz. Biz bilan bugun videoda Afisha.uz jurnalisti Arina Melichuk. Hammaga assalomu alaykum. Дальше на русском. Да. Хурматли зрители. Вот, все. Больше я ничего не знаю. Да. Давай на русском тогда. В общем, это моя первая поездка с Afisha.uz в другой город. Я первый раз нахожусь в аэропорту. Даже не в аэропорту, как это называется? Аэропорт? Терминал. Нет, терминал 3. Вот, учу. Терминал. Том Хэнкс круто играл. Хороший фильм. Вот. Вот, собственно, будем смотреть, что нас ждет. Надеемся, что все будет хорошо. Надеемся. Да, umid qilamiz. O'zbekchaga tarjima qilib subtitr qilmayman bu gaplarni, chunki erinaman har doim. Gap qolib ketmasin. Давай. Самое интересное, что сигареты и зажигалку пропустили, ничего не забрали. Сказали, ну как не сказали, наверное, подумали, что ладно, если что, окно откроем, покурим. Прям в самолете. И такой, bu videoni aeroportdagilar ko'radi-da. Kuchaytiradi keyin nazoratni. Bunaqa videolar xronometrajni oshirishdan boshqa narsaga yaramaydi-yu, lekin qandaydir yoqadi o'zimga. Shu aeroportdan samolyotga chiqishdan video olish. Shunga dalish ko'ringlar, dalish qiziq bo'ladi. Arina xonam shu yerda. Layklarni bosamiz. Biza silkaga urilib, turtilib, surtilib chiqib oldik. Xullas, silkaga 2 marta uchib ko'rganman. Samarqandga bir marta borib kelganman. Borish kechqurun bo'lganiga normalda bo'lgan, lekin qaytish yaxshi bo'lmagan. Ancha qo'rqinchli bo'lgan qaytish. Shunga hozir hayajondaman. Вот, хурматли подписчиклар. Мы на таком летим самолете. Вот такой вот у нас маршрутка. Shunda ketyapmiz, xudo xolasa. Yetib olsak xabar beramiz. Agar yetib olmasak, bu videoni ko'rmaysizlar. Shunaqa gap. Do'stlar, biz Urganchga keldik. Urgancha. Mana Nurgurda tirik yetib kelganimizga shukr. Ой, ты нас там встречаешь. Nafaqat Samarqandda, balki Urganchda ham meni shunaqa kutib olib, bizni shunaqa kutib olishlari mumkin ekan. Вот. Karnay qani? Здесь только Сурнай, а Карнай нет. Так, да, просто. Да. Конечно, и кушаем. Voy go'zal joylar. Shepli o'tiribdi. Tungi Xivada bu do'stlar. Karvonsaroy hoteliga keldik. Prestij joyga o'xshaydi. Pasport so'rar ekan. Biz keldik. Qalay keldingiz? Anaqa bor ekan, suv chiqaradigan joy bor ekan. Mehmonxonada bu, mehmonxona ichkarisida. Mehmonxonaning ichkarisi mana bunaqa juda vibe'li joy ekan. Ha, Xivada. O'sha Karvonsaroy hotel. Ajoyib. Xullas biza 5-xalqaro pahlavon Mahmud Strongman Gamesga kelganmiz. Arda Xiva degan yangi ochilgan joyda shuncha mana davlatlar ishtirokida pahlavonlarning musobaqasi bo'ladi. O'zbekiston, Shotlandiya, Pokiston, Tojikiston, Islandiya, Misr, Malayziya, Litva, Qirg'iziston, Eron, Hindiston, Gretsiya, Gruziya, Chexiya, Avstraliya ikkita ekan. Shu Честно-ку, ikkita Avstraliya to'ba. Shu. Yo'da muxlislar. Как думаешь, кто выиграет?
Вот. Arena u nas yutadi. O'sha Strongman Games'da mana bunaqa qo'qon aravaga yuk ortib bu yoqqacha finishgacha olib borish sharti bor ekan. Qiziq. Вот, mana Hindistonlik aka tayyorgarlik ko'ryapti. Говори. Let's go India! Давай, брат. Давай, брат, давай. प्यारे चंदी जिंदगी मेरी मोहब्बत है давай брат давай o charchabdi Hind aka u Xorazmdan o'sha Xivada keldi ko'rsatmaslikni iloji yo'q edi buni o'rtoqlar Xiva ancha kompaktniy shahar ekan hamma bir boriladigan qiziqarli joylar Ichanqal'a va uni atrofida ekan. Mana bu turistik sentr Ardaxiva degan yangi ochilgan ekan. Lekin shulardan ham tashqari bitta adabiyot muxlislari uchun, adabiyotchilar uchun qiziq bo'lgan bir joy bor ekan, chetroqda. Bu Ogahiyni uy muzeyi. Hozir men o'sha joyga keldim taksida va kirishga harakat qilaman. Agar kirsam nimadir qiziq narsalarni videoga olib vlogga qo'shishga harakat qilaman. Rahmat. Eshitganingiz uchun rahmat. Bog'ni orasidan o'tilar ekan. Qiziq. Ne kimse ekünün almayacaksa müşküldür. Kalki muradını göster, müşkülüne ile görürse. Birinchi kelishlaringizni Xiva qali? Meni Xivaga birinchi kelishim. Nechek bir yaxshi nala bormi, qoldimi? Xiva to'g'risidan taassurotlaringiz? To'g'risi Ichanqal'aga bormadim hali. Birinchi yerda ish boshladingiz. Ha, bu yoqda ish boshladik. Xudo xolasa bugun kechga boraman Ichanqal'aga. Bu Ogahiyni o'zi ekkan daraxt ekan. Adashmasam bu tut. Ancha qariligi bilinib turibdi daraxtni. Shatta. Muzeyning ichiga kirdim. Anaqa deyishdi, aytishdi, shu daraxtni o'zi ekkan, bir ko'rib keting deb. Mana Ogahiy tuti. Tutni o'zbek mumtoz shoiri Ogahiy ekkan 1809-1874. Qabr toshiga o'xshaydi. Tepasi yo sinib tushgan yo kesilgan. Mana shunaqa bog' joy ekan, bog'. Qozoqda o'sha uy muzeyi tipi ro'parasida anaqa bor ekan. Ogahiy ijod maktabi bor ekan. Zo'ra? Естественно, mana bu yerda suv просто uvol bo'lib yotibdi. Hozir ko'rsataman. Yallamada biz uydan chiqmayotgan suv shotga kelyapti menimcha. Mana. Ko'ryaptimi? Biz
bizning pahlavonlarimiz is welcome on the ana uni tortib bo'lgandan keyin qo'qon aravani endi langar tortishyapti. Hozir biratni ko'ramiz. Go go go. Давай, давай. Good job, good job. Tez tortyapti birat. Oxiriga yeta olsa bo'ldi. Come on China. Давай, давай, давай. Давай, давай. Tushunmaydi Xitoylik ekan birat. Xitoy bosib ketdi o'zi hamma joyi. Good job. Молодец. Yetti. Boya yeta olmadi bittasi. Kaichen, good job. Что говоришь? 32-21. У меня только мат в голове. For China. Next athlete on this. Hozir bitta prikol ish bo'ldi. Давай, скажи сама. В общем, нас останавливают пара ребят с микрофоном, с камерой и говорят, давайте мы вам зададим вопрос, если вы на него правильно ответите, то вы получите приз. Ну, мы такие, окей, хорошо. Они задают вопрос. Какой вопрос они задают? 5090 ga 11 ni qo'shsa nechi bo'ladi? O'yladiki, biz to'poyimiz tipo 6001 bo'ladi deyishimiz kerak edi. Lekin biz nima deb javob berdik? Что будет 5011. 11 же будет, 5011? Да. Вот. Не, 5111. 111, да, 5111. Так, можно заново, пожалуйста? Нет. Блин, короче, в общем, мы им отвечаем. Они такие, вай, круто, молодцы, сейчас приз вам подарим. И что они нам дарят? Приз чоппер. Я говорю, куда мы это денем, куда в багаж не поместится. И что говорит Азим мне? Ну, прикол в том, что nimaga menga emas, buni Arinaga sovg'a qilishdi. И Arinaga aytayapman, sarpenga olib qo'ydi. Это просто кринж. Вот, Xorazmdan Toshkentga, Xivadan Toshkentga shopper bilan qaytamiz. Короче, в Хиве свои приколы. Да. Приезжайте. Arda Xivadagi suv. Qayiq yuradigan suv. Xullas, Buxorodagi, Samarqanddagi Boqiy shahariga o'xshagan joy qilishgan ekan. Xivani Boqiy shahari bu. Arabchaga o'xshash shriftda yozilgan hamma joyga. Cho'girma, misgar. Da. Quyosh batareyalari bor ekan. Amfiteatr ko'rinishi shunaqa ekan. Amfiteatr bor ekan Boqiy shahardagida. Hot. Ну, qandaydir tarixiylik bilan перебор bo'lib ketganday. Suv. Arda Xivadan video vlogimizni davom ettiramiz. Biz menimcha Amudaryo degan bir restoranni topib oldik suv ostida. Shunaqa chiroyli. Yo'tdim, ham xorazmcha shevani, ham boshqa shevalarni bilish bilinguallik bo'ladi deb. Keyin Faridan videosini qo'yib berdim. Оказывается, ko'rar ekan. Да, я была на нее подписана, я смотрела ее видосы, как она записывает с мужем на своем языке и, ну, как переводит мужу. Некоторые слова я знала, я понимала, но некоторые нет вообще. Реально, я удивлялась, как Алимов Тимур. Тимур его же зовут. Да. Вот. Короче, да? Такой Да. диалект. Да, такой диалект. Вот, буляля. Lekin xorazm sheva вообще one love. Juda yoqadi. Xorazm sheva. Shekil, quyosh tushyapti. Mapdan kiriladi shekil. Tasavvur qilinglar, qachondir cho'kib ketsa, xudo ko'rsatmasin, astag'firulloh. Kalta minorni maketi. Ударён oldu. Говори. Что здесь были либо кувшинки, что маловероятно, либо тут были тыква или огурцы. Они примерно так же растут, Ага. но потом они решили пустить тут воду.
Видимо, долго земля стояла. Короче, пустили воду и все сгнило, наверное. Есть такая вариация. А может быть это... Просто тина. Такая сформировавшаяся в такую слизь, плотный лист. Но вот это вот это похоже на дынины семечки, вот это вот все. Наверное. Может быть, это инжир вообще. Ну, остатки инжира, скажем так. Ну, короче, да. Mayli. Не все так плохо, Да. не все так хорошо. Не все так однозначно. Menda Xivaga yo'linglar tushib qolsa, mana shu o'sha Arda Xivaga mana shu yo'nalish bo'yicha yurarsizlar. 3-shart. Mana bu narsalarni tepaga otish. Hozir ko'ramiz. Bundan keyin O'zbekistonlik chiqar ekan, keyin Ozarbayjon, Eron. Hozir buni ko'ramiz. Давай, брат. Литва, давай. О, хорошо. Easy. Aka, shoshmang aka. Shoshmang aka. Хорош. Давай. Хорош. Gap yo'q. Мы, наверное, тоже так умеем делать, просто мы вам не показываем. Давай, o'zbekistonlik brat chiqdi, o'zbekistonlik. Давай, shayb. Давай. Давай, спокойно. Хорош. Давай. Easy. Хорош. Давай. Давай, bardam bo'ling. Ey! Давай. Shoshmang. Baqvat, bardam bo'ling. Ey! Давай. У него сил не хватает. Bittasi o'tmay qoldi. Narsa qizildi. Idi. Soat hozir 8 bo'ldi-da. 8, mana shunaqa yorug'da. Тут другой часовой Ha, пояс. qush turibdi-da. Botish niyati ham yo'q hali beri. Vaqtlarimiz bilan nimadir qilishimiz kerak menimcha. Yana bilmayman, o'zingizlar bilasizlar. Nima taklif berim kelyapti. Uyga keldik. Video vlog davom etadi. Biz suv bo'yiga keldik. Вот, Arina rasmga olyapti. Рыба есть. Наверное. Вот эти круги Ага. на воде, вот. Это означает, что это есть рыба. Я знаю. Я живу в Чиназе, понимаешь? Извините. Простите. Фоткай меня. Biz ham mushuk topib oldik. Arina ko'taryapti uni. Я везде найду кошек. Везде. Если я не найду кошку, это не та страна, не то место, не тот город. Ketasanmi mushukvoy? Cho'kak. Bizlar hozir Ichanqal'aga keldik. Ichanqal'damiz biz. Я думаю, что это за инсталляция. Installyatsiya. Бутылки. Cho'girmalar, kilichlar, kamon, taxt. Вот. Ichanqal'ani jin ko'chalari bo'ylab indiska qo'shiq eshitib ketyapmiz. Вот, kalta minor.
Chanqaladagi. Bu haqda qanaqadir hamma ma'lumotlarni Google'dan o'qishingiz mumkin, lekin men shotli odamni bitta afsonasini eshitdim. U haqiqat bo'lmasligi ham mumkin, haqiqatlikka da'vo ham qilmas ekan. Короче, uni qurishayotgan payti bu Buxoro amirligiga anaqa bo'lish kerak bo'lgan. Konkurent. Keyin Buxorodan buni qurayotgan odamga zakaz tushgan. Bizda ham qurish kerak shunaqa narsada. Bu o'zi Kaltaminor 100 metr bo'lish kerak bo'lgan. Markaziy Osiyodagi eng baland bino bo'lish kerak bo'lgan. Keyin zakaz tushgan. Zakaz ham tushmagan. Buxorodagilar ustani betda qurayotgan ustani olib ketib qolmasin deb shotga yetgan payti so'yib yuborishgan ekan. Bu shunaqa qilib qolib ketgan ekan. Afsus. O'sha paytlarda arxitektor bo'lish ham, ustachilik qilish ham qiyin bo'lgan. Biz endi kunduzi keldik Chanqalaga. Shu issiqda, zarilda bizga ham shunaqa issiqda yurish. Oyoqchilar ko'chasi bo'ylab ketyapmiz. Мы если страдаем по полной. Yes, of course. Что это такое? Boshqa joyga keldik, agar hozir ichkariga kira olsak, ko'rsataman. Dahshat-ku. Bu do'stlar kirdik ichkariga, Amir To'ra madrasasi ekan. Tarkalan rasmlari bor ekan, opa bilan. Hozir bir qiziq ish bo'ldi-da. Kirib kelyotdik shu joyga. Biletlar bormi dedi Arinaga qarab. O'zbekmisanmi? O'zbekmisanmi deydi. Я говорю, Говорит Арине, o'zbekmisan? Keyin bitta kal so'zni ishlatdik-da. O'zbek turizmdanmiz dedik. Kiraveringlar unda deydi. Joyga Amir To'ra madrasasiga keldik. Endi Qodiriydan keltirish g'alati bo'ladi-yu, lekin o'sha Qodiriy, G'ofurg'ulom kitoblarida tasvirlagan joylarga o'xshar ekan. O'sha Anvar mehrobdan chavanda Anvar o'qigan joyga tasvirlariga Shumbolada o'sha Qo'rg'oy borib qoladigan bir madrasa tasvirlariga o'xshar ekan. Alohida xonalar bor. Alohida xonalarda alohida darslar o'tilgan menimcha. Mana bu yerda jo'g'rofiya o'tilgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda adabiyot. Maybe. Labirintda. Вообще здорово. Это же школа. Мадраса, да. Zinalar вообще baland ekan. Zo'rg'a chiqdim. Arina ham zo'rg'a chiqyapti. Скажи войбо. И третий этаж есть. Прикинь? третий этаж. Когда 4 класс закончишь, поднимаешься. Bizlar 3-etajga chiqdik. 3-etajda bunaqa narsalar bor ekan. Shu yerdan chiqib keldik. Hamma minoralar ko'rinib turibdi. O'zi bizlar reja bor edi, juma masjidga borish.
yana bir ikkita joylarga borish reja bor edi, lekin biz madrasamizda shuncha to'xtab qoldik-ku, kaltaynor turibdi. Kavsha. Qiltiraver ona vatan bayrog'i. Bosh qiziq joylar. Biza İpekçilik muzeyiga keldik xullas. Ketdik kiramiz. Muzeyimizni Instagram, Telegram kanallari ba'zidan video olsak mumkinmi? Bo'ladi, bemalol. Vlog davom etadi. Biz muzeyni ichida chay pizza qilyapmiz. Cho. Вот. Теперь это плюс узбекская душа. Я познаю все прелести. Да. Xullas 4 ta master class bo'lar ekan bu yerda. 30 ming so'mga. Muzey. Ştampi, qadimda bu ipak pullarini tayyorlaganlar shtamplar bular, pechati. Xorazm ipak pullari qo'lda tayyorlangan. Yilini yozilgan. Endi ipak pullarini o'zini tayyor bo'lgan holati bu. Aktivni ishlatilganda bu pullar. İşletilgan, qadimda ishlatilgan bu pullar. Bu trubl. Bu vaqtda ishlatilgan. Siz nechanchi yilsiz? 2003. Ha, 2003 siz yosh ekansiz-da. U vaqtda ishlatilgan rublda, nada, manat, o'zbek so'm deb yozilgan ekanda, o'sha vaqtdagi pullarda. Shuni ishlatib bilingan shularda. А типа в каком году? Не. Год написан? Год 1921. А 2000 это summa. Это есть. Bunda ipak, yani tut daraxtidan bakılgan, kichkina vaqtidan bakılgan neyi? Biz maktabda ana qilardik, tozalardik pullar o'sa. Ha, Toshkentda. Bunda kichkina kurt vaqtidan bakılıp keyin bunday bo'ladi, unda donalab birma-birlab olib netiladi. Shunaqa qilardik. Mana shu cho'plar bo'lardi. Ko'p bo'lib turardi. Shunda donalab olingandan keyin debina qozonda qaynatganlar buni. Qaynatsang deb ip chiqadi ucundan. Keyin shuni o'rab olib, yoki sharf, ipak materiallarni shunda tayyorlaganlar. Shunda ipini oladilar, keyin deb bobinatib o'raladidan keyin deb davrakash bo'ladi, shular nega o'raganini. Endi yana dokulish jarayonida o'qib o'tirgan narsa. 24-yil degan rasmmi? Avan. Keyin o'zi endi material oladi, şimdi ipakdan bo'lgan material bo'ladi-da, o'sha ipak. Shu ipak material shunda boshqa materiallardan yaxshi tomonlari qanaqa ipak materialni? İpek materialini ayollar uchun sog'liqqa butun foydali, yurak neyini yaxshi ushlaydi, keyin davleniyani, qon bosimini me'yorida ushlab turadi. Ayollar ham yaxshi ipakdan ne giysa ham uni giyib yotgandan yaxshi nafas oladi. Ayolning sog'liqi uchun foydali ekan. Keyin ashunda netilgandan keyin bunda bir neye o'ralib, bog'lanib, keyin bunda kreskaya batırılıp her xil ranglari, anundan tabiiy narsalardan, piyozning po'stindan,
Keyin anani postundan qizil svet chiqqan. Ha, rang shu narsalardan chiqariladi. Ha. Keyin anda moychechak guli, sariq svet beradi. Indigo daraxtiniki bor. Типа они натуральные Да. эти ингредиенты добавляли, чтобы цвет был. Да. Bunda ipekten bo'lgan adresni dokush stanoki. Munoz banda üzlerimizde dokulup durganı ba master class etip ko'yganda netasizlar ishlab ko'rasizlar. İşlayını ipekten bo'lgan shularni tayyorlagan nelerimiz, materiallarimiz, dokulganlar. Keyin bunda 100% ipekten bo'lgan gilamimiz bor. İkisem ipekten 200 yıllık bular. Bular ipeke neçe yıl dursam, 100 yıl, 200 yıl dursam ipeke güye düşmeydi. Kuya tushmaydi. Kurt düşmeydi buna. Dım yaxşı duradi. Kiyimlar-chi? Şunun üçün dım ne? Qimmat duradi ipekle ne? Qancha? Buni endi ulli kichikligina qarab netiladi. Ha. Eng kichkinasi masalan Eng necha? kichkinasi $1000 to'g'ri keladi. Biz evde dokup qo'ygan ipek gilamimiz bor, ko'rsatamiz hozir. Bu ro'mollarimiz ham qadimgi ipekdan bo'lgan nelerimiz, ro'mollarimiz, mamalarimiz o'ragan bularni. İş ımındayına bu bel bağlar bak, türme bel bağlar, indi şarflar ildirip koyup. Aşılardır atını puluna doğru geliyor şular. Bitta otni puliga? 100% ipekdan bo'lgan shular. Shuncha qimmat bo'ladiki ipeklar. Zo'r. Bize bazı Oruslaram, Türklerin köpünce şu 100% ipekçilik muzeyde üstten gelip alıp gitediler. Вот, профессионал. Profi. Bunu hazır işi mehmanlarımız kılgan master classlar bo'lgan atda imdab aralarında naqlar. Ha. Hammasi shu mehmonlarning ishi-da, to'g'rimi? Bir xil tapda kiyzatib to'qib. Endi ular uncha bilmaydilar, shunga Ha. Lekin ustalar doksa satıladi bu narsa, beriladi, boshqa tapda kiyzatib to'qiydilar. Arina ham gilam to'qiyapti. Ya gelin hem şu bile. Nasıl çok yani. Nazarca ama diklep otursun diye. Вот это короткая ниточку вот это делаем. Только вот это одну короткую ниточку так. Ее отпускаем. Нет, не отпускайте. Так, еще раз заново. Держите вот так вот. Так, держу. Налево одну ниточку загнайте, назади. Вот, вот так. Вот эта короткая нитку. Отпускаю. Или нет? Нет, Только нет, ее отпускайте, вот забираю. Да, забирайте, вот так вот делайте. Еще, давай. Я не буду ковры Вот это делать. короткую. Ее как я просто Вот так вот делайте. Ага. так. О, отлично. Почти. Отлично. Все, Обрезаем. Так, обрезаем, да? Да. Ты будешь пробовать? конечно. Да, конечно, ковры я не буду делать. Молодец. С такими навыками. Азизбек учится ткать ковры. Ташкент приедет, работу поменяет. Предзапись на ковры открыта. Предзаказ. Так, да? Крючокunu veremiz. Ortasını çıkarıp arkasına yine bir ip olamiz.
Şunun arkasından başlayalım. İşkelde ipimizde küçük ipimizi ortasından çıkarırız birlikte. Ortasından. Kulakımız kokun almak ediyorsa akşam geverim. Şöyle yapacak. Hiçbir dursan gözle. Üç marta aylantirish kerakmi? Yo'q, 3 marta. 10 martadan 10 3 marta. martadan 3 marta. Ha. Все это biraz еще. Чисто выражать. Чисто То короче. Нет, вот это. А, это Шаг всё. тоже. Все вместе. Да, вместе. Извините. Хорошо, попробуем. Сильно нажимаем. Пример посылку потом. Ала bilmez. Хорошо. 12'de masaj durur. Все. Сжимаем сильно. Именно стороны. А, вот это. Так, вот так. Сжимайте тут. Шу-шу-шу. Обрезаем. Hemen kıyımdan Держите. Hayır. Hayır. Karamet mi? Mahmut Mandela. Какие-то бары, какие-то Az geledim. Ne kadar da boşuna. Ki bakalım. Вместе. Buradan tamam anlıyor. Vay. Так получилось. Очень красиво. Вау. Вам нравится? Мастер, да, красиво очень. Ничего себе. Слушаем, слушаем. Hozir o'zida quriydimi bu shunda? Zo'r. Uzoq besh marta собираемся. Искали что? Искали медь, а нашли золото. Mana bu muzey dahshat ekan lekin. Master-klasslarni qilib ko'rdik. Arina sharf to'qib ana qildi o'ziga bo'yadi. Один купила, один сама сделала. Вам в блоге покажут, как я сделала это. Вообще зор, мне очень понравилось. Я бы, наверное, еще раз сюда сходила. Это прям must-have к посещению. Да. Экскурсия стоит всего лишь 30 тысяч. Я удивил. Да, но это стоит больше на самом деле. Это очень круто. Там 3 мастер-класса, 3 мастер-класса. 4 мастер-класса даже. Все подробно рассказывают. Ты можешь делать фото, видео, и с ними же их просить. А можете вот Через показать, 100 как метров делать. поверните Мы сами направо. сделаем. Короче, круто, очень. Мне очень понравилось. Bu yerda muzeyda ishlaydiganlar ancha dushevniy odamlar ekan, masalan. O'rgatishar ekan, boshqa bemalol haligi yaxshi munosabatda bo'lishar ekan sizga. Ba'zi muzeylarda bo'ladi, haligi nimaga kelding deb o'tirishadi-yu. Unaqa emas ekan, zo'r odamlar ekan. Umuman mana shu Ipakchilik muzeyi Ichanqal'dagi.
Rekomendasyon. Zor 200. Da. Biz hozir Ichanqal'dagi Juma masjid degan joyga keldik. Juma masjidda unaqa qiziq joy bor. Bu ustunlar 3000 yillik ustunlar ekan. Qaranglar. Dahshat. Mana bular oldin masjid bo'lgan, hozir anaqaga aylantirib qo'yilgan. Tipa turistik anonga xohlagan odam kiraveradi. Bemalol. Mana shunaqa joy. Yaqinda o'rtoqlarim Abu Dabiga borib kelishdi-da. O'zlaricha maqtanishda anaqadan. Louvredan, Abu Dabidagi Louvre filialidan. Bizada mana o'zimizni Xivan Louvre bo'libdi. Bu yoqlar yopiq, menimcha namoz o'qiladi bu yerda. Yoki namoz o'qiladigan joyda. Shunga balki yopiq. Bu ustunlardan o'tiradigan joylar ham qilib qo'yishgan. Tom. Lekin men bu ustunlardagi naqshlar hozir ko'rsataman. Mana ustunlardagi naqshlar dahshat. Ko'hna Ark saroyiga kirdik. Ko'hna Ark saroyidagi bu ilmiy tadqiqot qazishma ishlari ekan. Круто же. Круто. Везде эта фраза, что мы с узбек туризма. Открыты абсолютно все двери. Да. Открываются в миг. Вот лайфхак. И это хайрga kelsanglar, o'zbek turizmidan bilsanglar. Вот. Попались. Смотри, какие мы молодцы. Мы все успели. Да. Мы сделали кучу материалов и пришли к месту нашего назначения. Biz adashib anaqa kelib qoldik. Keyingi bosqichga o'tkaziladigan joyga kelib qoldik, yana pahlavonlarimiz. Joyga keldik hozir. Мы на где будет выступать в следующий раз Азимбек. Скоро в продаже. Билеты скажите Узбек туризм. И все. Вас бесплатно. Mana shu yerda stendap qilsak, zo'r biletda. Hamma rasm videolarga tushyapti. Ustunlar. Bitta lifehack, короче. Eslatma. Boshga ehtiyot bo'lish kerak betlarda.
Xivaxona o'tirgan taxt shekilli. Ay yo'q. Aytishda bu maketi, yasamasi, haqiqiysi Ermitajda ekan. Получается, Chiqish uchun o'z kalitimizni ishlatgan holda. даже наш Кирдык. ключ еле-еле помогает. Да. Все думают, что я иностранка. Если бы, наверное, волосы длинные были, еще бы подумали, что я своя, но нет. Они думают, что иностранка, они вот смотрят на меня, даже на узбекском говорю, они, наверное, думают, что мне Азимбек несколько слов сказал, научил меня, и все. Я их говорю. Я уже просто Да. достаю паспорт и говорю, вот, Alina real o'zi pasportini я ko'rsatdi. узбек. Узбекcha qiz. Da. Imi aytibman Alinaga, Alina keyingi safar haligi 40 gradus issiqda choy ichganingni aytgin, pasportsiz ishonishadi. O'zbekligingga toppa. Bunaqa joyga keldik. Че? Да, колодец. Oqshayx bobo qasri ekan bu. Oqshayx bobo qo'rg'oni. Vega chiqib oldik. Mana sizlarga hozir tepadan mana shaharni ko'rsatyapman. Telefonim ekrandan ko'rinmayapti. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Vot, kalta minor. Uzun minor. Yana bitta uzun minor. Shahar. Chiqib boramiz. Va videoni umuman sayohatni mana shu nuqtasida aytmoqchiman. Yo'linglar tushsa, imkoninglar bo'lsa, basham ko'rinyapti. Xullas, tushsa, imkoninglar bo'lsa, точно Xivaga kelinglar. Xiva juda kompaktniy shahar ekan. Maza qilib aylansa bo'ladi. Ichanqal'ani o'zida dahshat zo'r narsalarni, zo'r narsalarni ko'rsa bo'ladi. Har bitta joy alohida istoriya berishi mumkin. Har bir joydan alohida kayf qilishingiz mumkin. Alohida bir sarguzash bo'lishi mumkin har bir joy. Bu mana bunaqa eng katta joylardan tortib, kichkinagina muzeylargacha. Umuman olganda Xivani o'zimga birinchi kelishim, o'zim juda maza qildim. Yana bo'lsa, yana kelardim. Xullas, kelinglar. Azıhana koyup da süt buluşlarını gösterdiğini. Davlat patrullari bor ekan. Xonlik harbiy qo'shin mushallari. Menimcha xonliklar davri tarixiga qiziqqanlar uchun bu joy zo'r, yaxshi joy menimcha.
сейчас что было? К нам подходит девушка Шохсанам, как мы поняли. Она из Хивы, она местная. Она подбегает ко мне и говорит: а можно с вами сделать фото? Я говорю: да, конечно. Я же рок-звезда. Да, вот. По мне же видно, что я рок-звезда. Вот. Она делает фото и потом задает вопросы: вы откуда? И мы говорим: ну, угадайте. Вот она начинает перечислять: Украина, Россия, Казахстан, Таджикистан. Мы говорим: нет, мы с Ташкента. Она там чуть не расплакалась. Она такая: серьезно? А как вас зовут? Я говорю: Арина. Вы такая красивая, имя у вас красивое. Вот. Со мной на вы разговариваете. И keyin men такой: shunaqa deb o'zbekcha gapirsam, siz ham o'zbekmisiz deydi. O'zbekcha bilasizmi deydi. Вот mana shu Bashar aka. Tasavvur qilasizlarmi? Давай подводим итоги. Чупер забрали. Мы отказались его класть в багаж, потому что у меня нету места. А они вредные, не захотели зиму открывать багаж, сказали, это долгий процесс. Да. Xullas cho'per berib yubordik. Xivadan olgan cho'perimizni Xivaga qoldirdik. Им подарок. Да. Скажи что-нибудь про это вот путешествие. Хорошая была история. Хорошая получилась история. Наверное, как сериал. Да, вот так держать можно. Do'stlar, biz Havoshkaga o'tirib ketyapmiz. Urganch International aeroporti oldidan o'tib. Yetib olaylikda yaxshi. Umuman olganda Xiva haqida nimadir deydigan bo'lsak, chiroyli, zo'r shahar ekan, tarixiy, tarixga qiziqadiganlar, xonliklar davri tarixiga qiziqadiganlar. Музей шелка обязательно. Да. Ipakchilik muzeyi обязательно kelish kerak bunga. Xullas, agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz, sayohatchi bo'lsangiz, Xiva обязательно O'zbekistonda. Davay, keyingi videolarda ko'rishguncha like bosinglar, komment yozinglar, подписка bosinglar, donat qilinglar. Скажи, donat qilinglar. Donat qilinglar. Вот. Все, xayr. Gaplashamiz, давай.